O'zbekistonda mast erkak harakatlanayotgan poyezdni qo'llari bilan to'xtatishga urindi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda mast holatdagi erkakning rels ustiga chiqib, kelayotgan poyezdni to'xtatishga uringani aks etgan. Erkak poyezd qarshisiga chiqib, qo'llarini ikki tomonga yoygancha uni ushlab qolishga harakat qilgan. Guvohlarning aytishicha, u o'zini go'yoki super qahramondek tutgan va harakatlanayotgan ulkan poyezdni qo'li bilan to'xtata olishiga ishongan. Holat atrofdagilarni jiddiy vahimaga solgan, chunki bir necha soniyalik xato dahshatli fojiaga sabab bo'lishi mumkin edi. Yaxshiyamki voqea fojia bilan tugamagan. Guvohlar hamda huquq-tartibot xodimlari erkakni rels ustidan kuch bilan olib tushishga muvaffaq bo'lgan. Shundan keyingina poyezd xavfsiz harakatni davom ettirgan. Ma'lum qilinishicha, ushbu xavfli harakati sabab erkakka nisbatan qonuniy choralar ko'riladi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa holat keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ayrim foydalanuvchilar buni spirtli ichimlikning og'ir oqibatlariga misol deb baholagan bo'lsa, boshqalar erkakning harakatini mutlaqo aqlsizlarcha ish deb aytmoqda. Ko'pchilik esa eng katta xavf faqat erkakning o'zi emas, balki poyezddagi yo'lovchilar va atrofdagilar hayoti ham xavf ostida qolganini ta'kidlamoqda. Xo'sh, sizningcha bunday xavfli holatlar uchun jazolar yanada qat'iylashtirilishi kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.